Agar siz sirli, qo'rqinchli va hayajonga boy animatsion hikoyalarni yoqtirsangiz, to'g'ri joydasiz. Bu yerda hikoyalar shunchaki tomosha qilinmaydi, ularni his qilasiz. Agar videolarimiz sizga yoqsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va o'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Sizning har bir like va izohingiz bizga yanada ko'proq va tezroq hikoyalarni tayyorlashga yordam beradi. Chiroqni o'chiring, ovozni balandroq qiling, chunki hozir biz alfa janoblar ovozida hikoyani boshlaymiz. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda kimdir bormi? Kimlarsan? Tekshirib ko'ramiz. Tashqaridan qaraganda oddiy uy. Bu yerda o'zi. Tushunursin, bu nimasi? Hoy, bu yoqqa kimdir surakni cho'ktiryapti. Qiziqarli odam, mashhur yozuvchi, dahshatli janr ustasi, firibgarlik uchun qamalgan edi, endi esa yana panjara ortiga tushdi. Marhamat, o'tiring, janob Brooks. Rahmat, sizni ishimiz tugagandan so'ng chaqiraman. Mening ismim Diana Baker. Suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Qo'limdagi kishanlarni yechmaysizmi? Bilaklarim juda qattiq og'riyapti. Shoshilmang, Gordon. Siz hali ham Sheridan qamoqxonasining mahbusisiz. Hozir biroz suhbatlashamiz va hujjatlarni imzolaysiz. Rozimisiz? Menda boshqa tanlov ham bormi? Kinoyani yig'ishtiraylik yaxshisi. Hammasini boshdan aytib bering, janob Brooks. Men ayibsizman. Ayibsizman. Shunchaki qora kunlar edi. Men mashhur yozuvchiman, ammo o'quvchilarim juda ham noshukur, Miss Baker. Bir necha muvaffaqiyatsiz kitobdan keyin meni unutishdi. So'nggi 10 yildan keyin eng ahmoqona yakuni jinorsan. Azizam, qariya bo'p do'sting keldi. Yana qancha ichmoqchisan? Yo'qolinglar. Hammasi jonimga tekkandi. Kitoblar savdosi tushib ketdi. Yangi romanni boshlay olmayotgandim. Ichkilikka berilib, qo'lyozma muddatini o'tkazib yubordim. Avansni qaytarishga to'g'ri keldi. Hammasi barbod bo'ldi. Moddiy ahvolimni sal bo'lsa ham yaxshilash uchun sug'urta firibgarligini uyushtirib, mashinamni urdim. Ammo meni fosh qilishdi. Qamoqqa tiqishdi. Qarang, king bunaqa tarjimai hol bilan maqtana olmaydi. Keling, endi o'sha qismiga o'taylik. Qachonki siz ko'chgan Green Hilldagi uyga? Albatta. 1 yildan keyin ozod bo'ldim. Markaziy kvartira endi cho'ntagimizga to'g'ri kelmasdi. Shu sababdan ham chekka joydan yaxshi uy topdim. Wow, naqadar ajoyib. Qonunga ko'ra sizni ogohlantirishim shart. Bu uyda 2 yo'ldan qotillik sodir etilgan. Oldingi egasi xotinini vannada cho'ktirib o'ldirgan. Hozir esa u jazo muddatini o'tamoqda. Oradan bir oy o'tib bo'lsa, o'sha yerda qizi ham halok bo'lgan. Dahshatli fojia. Xudoyim, Green Hilldagi arvohli uy. Demak, gazetalarda yozilgan o'sha g'alati o'limlik o'sha yerda ekanda. Azizam, qo'rqayapman. Bas qil, Dafna. Axir sen dahshat ustasiga turmushga chiqqansan. Bir uy seni qo'rqitmasligi kerak. Buyumlarni joylashtirayotganimizda shishasini shini eshitdik. Gordi, bu nima? Chamasi bir bezori bola. Juda o'ziga xos usulda yangi qo'shnilarni qutlamoqchi bo'lib oynani sindirgan. Keyin esa qochib ketgan. Balki politsiyani chaqirarmiz. Shunchaki o'smirlarning sho'xligi. Tinchlan, vanna qabul qil. Men yangi oyna va pitsa olib qaytaman. Uyimizni nishonlaymiz. Ko'pi bilan 1 soat yo'q edim. Qurilish do'koniga kirib o'tdim. Sotuvchi bilan biroz gaplashdim. Pitsa xonada 20 daqiqacha bo'ldi. 26-sentyabr edi. Futbol mavzusi avjiga chiqqandi. Televizorda uy uchrashuvi ko'rsatilayotgandi. Pitsa xona egasi bilan tomoshaga berilib ketdik. Uni ko'rsatmasdi, ishda bor edi, to'g'rimi? Albatta. Keyin nima bo'ldi, janob Brooks? Uyga qaytdim va xotinimning qichqirig'ini eshitdim. Dafna! Yo'q, xudoyim, yo'q!
Men harakat qildim. Jin ursin. Qutqarishga rostdan ham harakat qildim. Ammo go'yo qandaydir ko'rinmas mavjudot uni suv ostida ushlab turgandek edi. Ko'p o'tmay hammasi tugadi. Nihoyat Dafnani chiqarib oldim. Lekin allaqachon u o'lgandi. Yo'q. Azizam, yo'q. Gordon, Dafna, bolalar qayerdasiz? Eshik ochiq ekan men. Yo'q, xudoyim, Gordon. Nima qilib qo'yding? Bob ogohlantirmasdan kelganda. Bizni yangi uy bilan tabriklash uchun hammasini u noto'g'ri tushundi. Jin ursin, sen butunlay aqldan ozibsan. Bu men emas. Qasam ichaman. Albatta isbotlayman. Aybsizligimni isbotlashim uchun xuddi shunday voqeani boshdan kechirgan odam bilan gaplashishga qaror qildim. Uyning sobiq egasi Patrick Jones bilan. Lekin bu odamni gapirtirish juda qiyin ekan. Yolvoraman, meni xotinim halok bo'lgan. Bu uyda nima balo bor o'zi? Patrickning aytishicha muammo uyda emas, balki vannaning o'zida. Xotini o'lishidan bir kun oldin u vannani qandaydir antiqa sotuvchidan olgan ekan. Uni aytishicha, ko'z o'ngida ko'zga ko'rinmas mavjudot xotinini vannada cho'ktirgan ekan, ammo aybni uni bo'yniga qo'yishgan. Hammasi xuddi shunday edi. Xuddi meniki kabi, tushunyapsizmi? Keyingi oyning 26-sanasida esa uning qizi halok bo'lgan. Yana bir oy o'tib navbatdagi qurbon Dafna bo'ldi. Bu qandaydir iblisning ishi. Miss Baker, la'natni cho'ktiruvchi vanna. Politsiyaga qanday tushib qoldingiz? Men, yo xudoyim, juda ahmoqlik qilgan ekanman. Bobga yozdim. Uyga kelishini so'radim. Hammasini tushuntirib bermoqchi edim. Birga vannani tekshirib yo'lini topamiz deb o'ylagandim. Men telba ham qotil ham emasligimni qanday isbotlashni? Ammo buning joyi elektr stulda. O'sha ablah menga ishongandek ko'rinib, aslida esa politsiyani boshlab keldi. Va mana qarshingizda o'tiribman. Endi qotil vannani mavjudligiga kim ham ishonardi? Men bunga bemalol ishonaman. Tashkilotimizdagilar ham ishonishadi. Agar hamkorlikka tayyor bo'lsangiz, unda buni imzolang. Aks holda sizni qamoqdan qutqara olmaymiz. Bilasizmi, go'yoki shayton bilan bitim tuzayotgandekman. Tayyor. Ajoyib. Endi esa janob Brooks, keling. Aslida nima bo'lganini gaplashamiz. Nima? Nimalar deyapsiz o'zi? Men boshlayman. Ha, siz ichkilik va karyera bilan muammolaringiz bor edi. So'nggi 10 yildan keyin eng ahmoqona yakuni jinarsan. Lekin siz bir narsani yashirdingiz. Xotiningiz eng yaqin do'stingiz bilan yurganini bilardingiz. Shunda hech kim sizda sabab borligini bilmasdi. Nima? Siz buni qanday? Gapimni bo'lmang. Sizga gapirish uchun imkon berilgandi. Firibgarlik uchun jazoni o'tab bo'layotgandingiz va umidsiz edingiz. Na martaba, na pul. Do'st va sevgan ayolingizning xiyonati. Gazetada siz Green Hilldagi uydagi g'alati cho'kishlar haqida o'qidingiz. O'shanda shu rejani xayolingizga kelgandi. Hammasi sizning foydangizga ishlardi. U juda arzon narxda sotuvga qo'yilgandi. Ozod bo'lgach uni sotib olib shoshilinch ko'chib o'tdingiz. O'sha oqshom oynani o'zingiz sindirgandingiz. Xotiningizga vanna qabul qilishni aytdingiz. O'zingiz esa do'konga ketgandek ko'rindingiz. Aslida esa Bu bilan munosabatlaringni bilmaydi deb o'ylaganmiding? xotiningizni o'zingiz cho'ktirdingiz. Keyin esa do'konma-do'kon yurib, ko'proq odam sizni ko'rishga harakat qildirdingiz. O'zingizga alibi yaratish uchun. Qaytib kelib Dafnaning jasadini tortib chiqara boshladingiz. Go'yoki unga yordam bergandek ko'rsata boshladingiz, ammo barcha rejalaringizni bu buzdi. U yangi uy bilan tabriklash uchun ogohlantirmasdan kelgandi. Yo xudoyim, Gordon, nima qilib qo'yding? Hokimiyatga taslim bo'lish o'rniga oxirgacha bu spektaklni davom ettirishga qaror qildingiz. Patrick Johnson bilan bog'landingiz va uning xotini qanday halok bo'lganini bilib oldingiz. Sizni qo'lga olishgandan so'ng bo'lsa, Patrickning so'zlarini so'zma-so'z takrorladingiz. Xuddi sizda xuddi shunday taassurot uyg'ontirish uchun. Dafna g'ayratabiiy vannaning navbatdagi qurboni bo'lgandek. Xuddi shundaymi, janob Brooks? Nimalar deb aljirayapsiz Bemalol. o'zi? Ha, mayli. Unda birgalikda aniqlaymiz. Birinchidan ko'rib chiqaylik. Singan oynaning parchalari uyning tashqarisida yotibdi. Demak, oynaning ichkarisidan sindirilgan. Unda o'zingiz sindirgansiz, Dafnani chalg'itish uchun. Siz necha uyni xotinimni o'ldirish uchun sotib oldimmi? Aynan shunday.
Tintuv vaqtida biz politsiya topa olmagan narsalarni topdik. Kelajakdagi kitobingizning qoralamalarini. Siz shuni yozmoqchi edingiz. Go'yo Dafna arvohli uydagi navbatdagi cho'kib o'lgan ayol bo'lgandek. Shu tariqa xiyonatkor xotiningizdan qasos olardingiz va bir vaqtning o'zida shuhratingizni ham qaytarardingiz. Kitobni chop etib, haqiqiy voqealarga asoslangan deb. Axir menga ishonishingizni aytdingiz. G'ayridaviy va rostdan ham mavjud. Ammo bitta nozik jihati bor. U allaqachon SKF fondining saqlash kamerasida. Patrik Jonsning qizi. G'alati sharoitda vanada halok bo'lgach, OAV arvohli uy haqidagi voqeani shishirib yubordi. Fond ham bunga bizga qiziqib qoldi. Biz uyni sotib olib tekshiruv boshladik. Qurilmalar hech qanday anomal faollikni qayd etmadi. Ammo ko'p o'tmay nimadir yuz berdi. Bu yoqqa Frankni kimdir cho'ktiryapti. Uni chiqara olmayapman. La'nati, bu nima edi? Xodimlarimizdan biri tasodifan jo'mrakka tegib ketdi. Shundan keyin vanna o'z-o'zidan suvga to'ldi. Vanna qandaydir ko'rinmas mavjudot suv ichida paydo bo'lib, bechorani ushlab cho'ktirib yubordi. Shu tariqa anomal obyektimizni aniqladik. Shu tariqa vanna demontaj qilinib, fond bazasiga olib ketildi. O'rniga esa oddiy vanna o'rnatiladi. Endi esa uy xavfsiz edi. Shundan so'ng soxta tashkilotimiz uni sotuvga qo'ydi. Siz esa uni aynan o'sha tashkilotdan sotib oldingiz. Endi ovoga ma'lumot tarqatamiz. Uy atrofidagi barcha mistik voqea shunchaki jurnalistlarning uydirmasi edi. Shu o'z-o'zidan bosiladi. Marhamat, Gordon. Mana, shu haqiqiy anomal vanna. Sizning butun hikoyangiz esa boshidan to oxirigacha soxta edi. O'zingizni eng aqlli deb o'ylayapsizmi? Meni qamoqqa qaytaring. Jin ursin hammangizni. Kech bo'ldi, janob Brooks. Siz shartnomani imzoladingiz. Endi siz bizning sarf materialimizsiz. To'g'ri, mening vazifamga D sinf kontinentini yo'llash kiradi. Fondga xush kelibsiz. Nima? Sizlarni sudga beraman. Albatta. Yana 5 daqiqamiz bor, yana biroz suhbatlashamiz. Keling, sizga yana bir narsani aytib beraman. Vanna suvdan uzilgan. Menimcha hammasi endi nazorat ostida. Lekin noma'lum tarzda vannada suv paydo bo'ldi. Biz 1299-1 deb belgilagan mavjudotimiz qo'riqchini kamera ichiga tortdi. La'nati beton devor orasidan. Bechorani qutqarishga muvaffaq bo'lishdi, ammo uni shaxsi biroz o'zgarib qoldi. Qo'riqchi o'z haqida yoz sifatida gapira boshladi. Lekin u batafsilroq so'rab olishning iloji bo'lmadi. Ko'p o'tmay lazerda qo'riq cho'kishdan vafot etdi. Bor ma'lumotlarni taqqoslab tushundikki, obyekt ikki holda faollashar ekan. Kimdir jo'mrakka tegsa va har oyning 26-sanasiga kelsa, obyekt saqlash shartlarini yana buzmasligi uchun biz F30 protsedurasini ishlab chiqdik. Unga muvofiq har oy 26-sanada vanna joylashgan kameraga bitta D sinf xodimini yuboriladi. Buni nega aytganimni tushundingizmi? Nima? To'xtang. Axir bugun sana 26-ku. Meni cho'ktirmoqchimisizlar? Shunday qilishimiz kerak, Gordon. Aks holda obyekt begunohlarni o'ldirishda davom etadi, yigitlar. F30 protsedurasini boshlash vaqti keldi. Qo'yib yuboring, ifloslar. Xo'sh, bugun boshlangan ishni tugatamiz. Umid qilaman. Biz uchun faqat obyektni ishlab turishning o'zi muhim emas edi, balki uni o'rganish ham. Sizga nima kerak? Patrik Jons qamoqda aytdiki, anomal vannani sotib olgan ekan. Antikvar Morgan Dale'dan albatta. Biz darhol bilan gaplashishni istadik va bilmoqchi bo'ldik. Obyekt unga qayerdan kelganini. Uni eBayda noma'lum sotuvchidan sotib olganman. Keyin qandaydir laqmaga qayta sotdim. Antikvar deb qimmat narxda. Senga nima kerak? Mary, Jennerson, senga aytgandim-ku, hech qayerga bormaysan. Yo'qol bu yerdan. Qiziqon ayollarni yoqtirmayman. Janob Doyle ashaddiy seksit ekan. Lekin boshqa tomondan u toza edi. Afsuski hech qanday javob topa olmadim. Savollar juda ko'p edi. Nega jabrlanuvchilarning shaxsi almashadi? Balki bu o'tmishdagi jinoyat va davriydir.
Makon zamon halqasi bilan bog'liqdir, boshlandi. Yo xudoyim iltimos, meni bu yerdan chiqaring. Yana ozgina va oldinga. Yo xudoyim, nima bo'lyapti? O'zingni qanday his qilyapsan? Suv ostida g'alati narsalarni ko'rmadingizmi? Men qayerdaman? Siz kimsiz? Axir meni hozirgina uyimda edim va vanna qabul qilmoqchi bo'lgandim. Erim qaytishidan oldin. Yana takrorlandi. Uning shaxsini almashdi. Ismingiz nima? Esingizdami? Mening ismim Mary Doyle. Mary Doyle? Morgan Doyle'ning xotini. Bo'lishi mumkin emas, Mary. Vanaga kirganingizning aniq sana vaqtni ayta olasizmi? 2022-yil 26-oktyabr 22-yil. Taxminan kechki soat 7da. Iltimos, hech narsaga tushunmayapman. Axir bu bugungi kun. Bugun-ku. Yo'q xudoyim, soat 6:30, yarim soatdan keyin Morgan Doyle xotini yo'qtiriladi. Ulguramiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Men uyga ketmoqchiman. Nima bo'ldi? Meni sal qolsa o'ldiradingiz. Janob Brooks. Meni endi qo'yib yuborishadimi? Buni keyinroq hal qilamiz. Hozircha janob Brooksni kameraga olib bor. Hey, ehtiyot bo'l. Baribir seni topaman. Iltimos, Morgan. Bugun hammasini haqqini to'laysan. Ya xudoyim. Axir aytgandim. Ajrasha olmaysan. Chetga, qo'lingni ko'tar. Siz kimsiz? Meni aybim yo'q. U meni majbur qildi. Ulgurdik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Vananing yana xususiyatlari haqiqatdan ham jinoyatlari bilan bog'liq, ammo kelajakdagi sodir bo'ladiganlari bilan Mary Doyle bilan bog'liq voqealar birinchisi emas edi. Biz tekshiruv o'tkazdik. So'nggi 1 yil ichida Vana 3 marta faollashgan. Va nihoyat men ozodman. 26 oktyabrda qotillikning oldi olingach, Vana 3 oydan beri hech qanday faollikka uchramagandi. Ammo bugun ertalab CP-1299 obyekti yana suv bilan to'ldi. Undan ko'rinmas mavjudot chiqdi. Shu sababli ruxsat so'rayman. Bu tadqiqotni davom ettirish uchun. Yo'q, yana emas, iltimos. Yo'q, xudoyim. Yur, senga bir narsa ko'rsataman. Billy, qayerdasan? Ahmoq, bu kulguli emas edi. Yuzingni bir ko'rganingda edi. Bas qilib, bu ahmoqona hazillaringni to'xtat. Bu nima? Billy, meni tashlab ketma. Yordam bering. Men qayerdaman? Nima bo'lyapti? Hozirgina qayerda bo'lganingizni ayting. Hovuzda. U meni jin ursin go'yoki meni eritib yuborayotgandek edi. O'sha hovuz qayerda joylashgan? Albukeri chetidagi kempingda. Bugun nechanchi sana? Aqldan ozganmisiz, xonim? 2023-yil 18-iyun. Nima bo'pti? Odamlarni yutadigan havza. Bu yangilik ekan. Qani ketdik. Qayta kameraga olib boring. Hali kerak bo'ladi. Salom do'stlar. Animatsiya ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi videoga like bosib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.